Yo, hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan bugun Gaming Uz kanali. Sizlar bilan bugun Special Forces guruh 2 o'yinida sirlarni ko'rib chiqamiz. Bo'lmasam qani ketdik. Birinchi zona shu xavf bo'ladi. Keyin zombi modga o'tkazib qo'yamiz. Satni bosamiz. Keyin spetsnaz bo'lamiz. Keyin birinchi zirimiz shu uyning ichidan kirib olamiz. Uyning ichiga kirib olamiz. Anaqa joyga kelib sakrab o'tirishni bosamiz. Turib olamiz. O'tirib sakraymiz. Mana chiqsa bo'ladi. Modlar o'chiq. Mod o'chiq. Insaloqqa qo'yib olamiz. Ularga qo'yib sakrab o'tirsak ham bo'ladi. Keyin bu tarafga o'tsak ham bo'ladi. Mana do'stlar. Emas, bir-ikki marta mashq qilsa odam o'rganib ketadi. Boshida men ham qiynalganman. O'xshamaydi deb o'ylaganman, lekin o'xshagan. Mana yursak ham bo'ladi, mana. Bu yoqqa devor bor. Ko'rinmas devor. Bundan o'tib bo'lmaydi. Aylanib yursa ham bo'ladi. Hozir ko'rinmas devor bor. Ikkinchi sirimiz ana tomga chiqish bo'ladi. Buni tikka turib olamiz. Bu ham bittada o'xshamaydi. Yana bir-ikki mashq qilsa o'rganib ketadi. Hozir chiqib bo'lmayapti. Chiqsa bo'ladi. Mana chiqib ham oldik. Buradan o'rtasam bo'ladi. Burada devor bor, aytganimdek. İkinci zonaga ham o'tamiz. Ikkinchi zona bizda shu sinomat bo'ladi. Zonaga ham bo'ladi. Aşağıdan yol to'g'rilab sakraymiz. Faqat oldinga. Boshida o'xshamaydi umuman. Keyin o'xshashni boshlaydi. Bu video birinchi videom. Albatta yoqadi deb o'ylayman. Like va obunani bosib qo'yasiz.
Mana o'tdi ham devordan. Mana oldinga yursa bo'ladi, faqat orqaga yurib bo'lmaydi. Keyin sekin devorga ishqalanib chiqib ham bo'ladi. Mana chiqib oldik ham devorga. Mana bu mod emas, modlar o'chiq. Mana da zombi bo'lsa o'rasizlar. Yo'lda ham yursa aylanib, yo'llarda chiqsa bo'ladi yo'llarga. Bir ikkida o'xshamaydi. Agarda yo'ldan chiqib ketadigan bo'lsa, qaytib chiqsa ham bo'ladi. Maktabga ham yetib boradi. Taqib o'xshasa ham bo'ladi. O'xshaydi. Tushib ketsak yana bazar qaytib to'qilamiz. Bu zonada o'xshamaydi. Chunki soylar faqat u zonada ko'rsataman. Ishtir bo'ladi bunaqa joyga. Faqat yo'q, bunaqa narsa yo'q. Sirlar shulardan iborat edi. Sizlar bilan mening gaming o'sgan